Aziz yurtdoshlar, ayniqsa 40 yoshdan oshganlar, eqimga yaqinlashganlar, 6-15 yoshdan o'tgan ota-onalarimiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Bugun men pensiya ish staji, sug'urta badallari, rasmiy daromad va hujjatlar masalasida ko'pchilik e'tibor bermayotgan, lekin ertaga pulingizga, pensiyangizga, nafaqangizga va hatto meros masalalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu shunchaki yangilik emas. Bu har bir oilaga tegishli masala. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato sabab odam 25-30 yil ishlagan bo'lsa ham pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda murakkab qonuniy masalalarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar bilan yurardi. Mehnat daftarchasi bor edi. Korxonadan ma'lumotnoma olinardi, arxivdan tasdiq keltirilardi. Odam qayerda ishlagan bo'lsa, o'sha joydan maosh, staj, lavozim bo'yicha hujjat to'plardi. Ko'pchilik shunday o'ylardi. Men ishlaganman, demak pensiyaga chiqsam, hammasi avtomatik hisoblanadi. Afsuski, amalda bunday emas. Hozir tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Ish staji, ish haqqi, soliq to'lovlari, ijtimoiy sug'urta badallari. Rasmiy ish joyi haqidagi ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan korrupsiyani kamaytiradi, soxta hujjatlarni to'sadi, pensiya tayinlashni tezlashtiradi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar sizning ma'lumotingiz bazada yo'q bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivda hujjat topilmasa yoki ish beruvchi sizni norasmiy ishlatgan bo'lsa, pensiya hisoblashda jiddiy muammo paydo bo'ladi. Eng ko'p xavf ostida kimlar? Birinchi navbatda garibti 35 yosh oralig'idagi odamlar. Chunki 20 yoshli yigit qiz hali ko'p narsani to'g'rilab olishi mumkin. Lekin 25 yoshli ayol yoki 6 yoshli erkak pensiyaga yaqinlashgan bo'lsa, hujjatdagi bitta bo'shliq ham katta zarar keltiradi. Bugun men aynan shu bo'shliqlar, xatolar va tuzatish yo'llarini tushuntiraman. Avval ko'p odam ishga kirganda mehnat daftarchasiga yozuv tushsa, shuning o'zi yetadi deb o'ylardi. Masalan, 1995 yildan 2003 yilgacha falon korxonada ishlagan degan yozuv bor. Lekin pensiya tayinlashda faqat yozuvning o'zi har doim ham yetarli bo'lavermaydi. Ish haqi ma'lumotlari, buyruqlar, korxona muhri, arxiv tasdig'i, ish davri aniq ko'rsatilgan hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Endi tizimda elektron iz juda muhim. Agar ish beruvchi siz uchun soliq yoki ijtimoiy to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, ish haqingizni konvertda bergan bo'lsa, siz 10 yil ishlagan bo'lsangiz ham rasmiy hisobda 3 yil yoki umuman ko'rinmasligi mumkin. Ko'pchilik men har kuni ishga borganman, boshliq ham biladi, hamkasblarim guvoh deydi. Lekin pensiya masalasida og'zak gapning kuchi cheklangan. Qonun hujjat talab qiladi. Yana bir muhim o'zgarish, davlat idoralari ko'p ma'lumotlarni bir-biridan elektron oladi. Bu degani siz borganingizda mutaxassis kompyuterdan tekshiradi. Agar bazadan ma'lumot chiqsa, ish tezlashadi. Agar chiqmasa, sizdan qo'shimcha hujjat so'raladi. Shu yerda odamlar sarson bo'ladi. Eski korxona tugatilgan. Rahbar vafot etgan, arxiv boshqa tumanda, hujjatlar noto'g'ri saqlangan, familiya o'zgargan, pasport ma'lumoti mos kelmaydi. Natijada pensiya kechikadi yoki kam hisoblanadi. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizni oldindan tayyor bo'ling deya ogohlantiryapman. Chunki pensiya yoshiga yetib borib hujjat izlash juda qiyin. Hozirdan tekshirsangiz ko'p muammoni oson hal qilasiz. Birinchi toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, aka 1998 yildan 2010 yilgacha ustachilik qilgan, qurilishda ishlagan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. Har oy pul olgan, lekin soliq to'lanmagan. U kishi 12 yil ishladim deydi. Lekin rasmiy stajda bu 12 yil ko'rinmasligi mumkin. Agar keyin faqat 12 yil rasmiy ish bo'lsa, pensiya tayinlashda minimal talablar bo'yicha muammo chiqadi yoki pensiya miqdori past bo'ladi. Ikkinchi toifa. Xususiy firmalarda ishlaganlar. 2000 yillarda ko'p kichik firmalar ochildi, yopildi. Nomi o'zgardi. Odamlar do'konda, sexda, oshxonada, transportda ishladi. Lekin firma bir necha yildan keyin yopilib ketdi. Endigi pensiya uchun ma'lumot kerak bo'lganda, firma yo'q, rahbar yo'q, hujjat qayerda ekani noma'lum. Agar o'sha davr hujjatlari arxivga topshirilmagan bo'lsa, odam yillarni isbotlashda qiynaladi. Uchinchi toifa ayollar, ayniqsa farzand parvarishi bilan ko'p yillar uyda bo'lganlar. Ayol kishi 25 yoshda ish boshlagan, 30 yoshda farzandi bo'lgan.
keyin yana 2 farzand, keyin uy ishlari, keyin norasmiy savdo yoki tikuvchilik. Natijada hayotda juda ko'p mehnat qilgan, lekin rasmiy staji kam bo'lishi mumkin. Pensiya yoshiga yaqinlashganda men butun umr ishladim deydi. Bu haqiqat. Lekin pensiya tizimi faqat rasmiy tasdiqlangan davrlarni hisoblaydi. Shu sabab ayollar hujjatlarini alohida tekshirish kerak. 4-toifa, chet elda ishlaganlar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Agar u yerda rasmiy shartnoma bilan ishlagan bo'lsa, ba'zi holatlarda hujjatlar asosida masala ko'riladi. Lekin norasmiy ishlagan bo'lsa, pul topgan bo'lsa ham O'zbekistonda pensiya stajiga qo'shilishi qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, 8 yil chet elda qurilishda ishlagan odam qaytib keladi. Pul yuborgan, oila boqqan. Lekin rasmiy sug'urta to'lovlari bo'lmasa, staj masalasida muammo qoladi. 5-toifa, familiyasi, ismi yoki hujjatlari o'zgarganlar. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Ba'zan eski mehnat daftarida qiz familiyasi, hozirgi pasportda erining familiyasi turadi. Tug'ilgan sana bir joyda 1965 yil, boshqa hujjatda 1966 yil deb ketgan holatlar ham bor. Bitta harf xatosi ham muammo bo'ladi. Karimova o'rniga Karmova, Abdullayev o'rniga Abdullayev. Kompyuter buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun bunday xatolarni hozirdan to'g'rilash zarur. 6-toifa kasbiy og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Kimyo, metallurgiya, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika, qishloq xo'jaligi yoki boshqa sohalarda ayrim davrlar maxsus tartibda ko'rilishi mumkin. Lekin imtiyoz bo'lishi uchun hujjat juda aniq bo'lishi kerak. Lavozim nomi, ish sharoiti, buyruqlar, ro'yxatlar. Agar hujjatda ishchi deb umumiy yozilgan bo'lsa, aslida og'ir sharoitda ishlagan bo'lsangiz ham imtiyozni isbotlash qiyinlashadi. Birinchi misol. 22 yoshli ayol 1986 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Fabrika yopilgan. Ayol pensiyaga hujjat topshirganda maosh ma'lumotlari kerak bo'ladi. Arxivdan so'rashadi. Lekin arxivda faqat 1990 yillar bor. 1991-1994 yillar bo'yicha hujjat topilmaydi. Natijada 4 yilni to'liq hisoblash masalasi cho'ziladi. Agar u ayol bu hujjatlarni EXIM yoshida tekshirganida, balki sobiq buxgalter, rahbar yoki arxiv manzilini topishga ko'proq vaqt bo'lardi. Ikkinchi misol. 62 yoshli erkak 15 yil bozorda savdo qilgan. O'zi uchun patent yoki yakka tartibdagi tadbirkorlikni rasmiylashtirmagan. Har oy yaxshi daromad olgan, lekin rasmiy to'lovlar bo'lmagan. Pensiyaga kelganda uning rasmiy staji faqat 50 yil chiqadi. U men 30 yil mehnat qildim deydi. Ha, mehnat qilgan. Lekin tizim qaysi davrda rasmiy to'lov bo'lgan deb so'raydi. Shu sabab bugun EXIM yoshdagi savdogar, usta, taksichi, dehqon, tikuvchi o'z faoliyatini imkon qadar rasmiylashtirishi kerak. 3-misol. 45 yoshli erkak xususiy firmada 7 yil ishlayapti. Ish haqi rasmiy hujjatda 1 million so'm, qo'liga esa 5 million so'm oladi. U hozir xursand, soliq ham ish beruvchi ham rozi. Lekin pensiya hisobida rasmiy ish haqi muhim. Kelajakda pensiya miqdori past chiqsa, u men aslida ko'proq olardim deb isbotlay olmaydi. Chunki qo'lga berilgan pul tilxat bo'lmasa, bankdan o'tmagan bo'lsa, rasmiy daromad sifatida ko'rilmaydi. 4-misol. Olim yoshli ayolning mehnat daftarchasida familiyasi eski, nikoh guvohnomasi yo'qolgan. ZAGS arxiviga murojaat qilmasa, familiya o'zgarishini isbotlash qiyinlashadi. Bu mayda narsa emas. Pensiya idorasi hujjatlar bir shaxsga tegishli ekanini aniq ko'rish kerak. Demak, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar tartibda bo'lishi zarur. Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, maoshingiz bank orqali tushgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz bo'lsa, elektron tizimlarda ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rinsa, sizda xavf ancha kam. Lekin baribir tekshirish kerak, chunki xato faqat norasmiy ishlaganlarda bo'lmaydi. Davlat tashkilotida ishlagan odamning ham hujjatida sana noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Korxona nom o'zgargan, buyruq raqami tushmay qolgan, lavozim boshqa nom bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Agar siz 40 yoshda bo'lsangiz va hozir rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya hali bor-ku demang. Aynan hozir to'g'rilash oson. 20 yil keyin o'sha eski hujjatni topish qiyin bo'ladi. Hozir ish beruvchidan ma'lumot so'rash mumkin. Buxgalteriya bor, elektron baza bor.
Vaqt o'tgan sari isbotlash qimmatlashadi, asab buziladi, natija esa kafolatlanmaydi. Birinchi tuzoq, mehnat daftarchasi bor. Demak, hammasi hal degan fikr. Yo'q, har doim emas. Mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri, lekin undagi yozuvlar to'g'ri, muhrlar aniq, buyruq raqamlari mos, sanat tushunarli bo'lishi kerak. Agar yozuv o'chgan, muhr bilinmaydi. Tuzatish kiritilgan, imzo noma'lum bo'lsa, qo'shimcha dalil so'raladi. Ikkinchi tuzoq, hamkasblarim guvohlik beradi degan umid. Guvoh ko'rsatmasa ayrim holatlarda yordam berishi mumkin. Lekin pensiya masalasida hujjatning o'rnini to'liq bosmaydi. Ayniqsa ish haqi miqdorini guvoh bilan isbotlash juda qiyin. Staj masalasida ham har bir holat alohida ko'riladi. Shuning uchun asosiy kuchni hujjatga berish kerak. Uchinchi tuzoq, arxivga kech murojaat qilish. Ko'pchilik faqat pensiyaga 2-3 oy qolganda yugurishni boshlaydi. Bu juda kech. Arxiv javobi vaqt oladi. Ba'zan bir arxivdan boshqasiga yuborishadi. Korxona viloyatda bo'lgan. Hujjat respublika arxivida bo'lishi mumkin. Ba'zan sud orqali faktni aniqlashga to'g'ri keladi. Bularning hammasi oylar, hatto 1 yil vaqt olishi mumkin. To'rtinchi tuzoq, chet eldagi ishni avtomatik hisoblash. Har bir davlat bilan tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Shartnomalar, tasdiqlar, rasmiy ish haqi sug'urta to'lovlari, tarjima qilingan hujjatlar kerak bo'ladi. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, ish shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari haqidagi hujjat, pasportdagi kirish-chiqish ma'lumotlari, bank o'tkazmalari kabi dalillarni saqlang, lekin eng kuchlisi rasmiy mehnat va sug'urta hujjatlaridir. 5-tuzoq, o'zini o'zi band qilgan yakka tartibdagi tadbirkor yoki dehqon xo'jaligi vakillari to'lovlarni unutishi. Rasmiy ro'yxatdan o'tishning o'zi yetmasligi mumkin. Agar tegishli to'lovlar o'z vaqtida qilinmasa, kelajakda staj va pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, odam YTT ochgan, lekin faoliyatini to'xtatganini rasmiylashtirmagan yoki aksincha ishlagan, lekin to'lov qilmagan. Bunday chalkashliklar keyin katta muammo bo'ladi. 6-tuzoq, qarzdorlik va ijro hujjatlari. Ayrim odamlar aliment, kredit, soliq, jarima yoki kommunal qarzlar bo'yicha ijro ishlariga tushib qoladi. Pensiya yoki nafaqa tayinlangandan keyin ma'lum ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Bu ham qonuniy tartibga bog'liq. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin o'z nomingizda qarzdorlik, sud qarori, ijro ishi bor yo'qligini tekshirib qo'yish kerak. Aks holda odam pensiyam kamayib tushyapti deb hayron qoladi. 7-nuans yer, mulk va meros masalasi. 60 yoshdan keyin ko'p oilalarda uy kimning nomida? Yer hujjati to'g'rimi? Meros qanday bo'ladi? Vasiyatnoma kerakmi degan savollar chiqadi. Bu bevosita pensiya qonuni bo'lmasa ham shu yoshdagi odamlarning moliyaviy xavfsizligiga ta'sir qiladi. Hujjatsiz uy, kadastrdagi xato, eski shartnoma, meros ochilmagan bo'lsa, farzandlar o'rtasida nizo chiqadi. Shuning uchun pensiya hujjatlari bilan birga mulk hujjatlarini ham tartibga keltirish kerak. Birinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, mehnat shartnomalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, farzand tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomalari. Hammasini bitta papkaga soling. Asl nusxani alohida, ko'chirmalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Maydon.uz, soliq organlari, pensiya jamg'armasi va tegishli davlat xizmatlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli yaqinlaringizdan yoki davlat xizmatlari markazidan yordam so'rang. Muhimi, men bilmayman deb tashlab qo'ymang. Bugun bilmagan odam erta ko'proq sarson bo'ladi. 3-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiy ma'lumot oling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan mehnat shartnomangiz, lavozimingiz, ishga qabul qilingan sanangiz, rasmiy ish haqingiz bo'yicha ma'lumot so'rang. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, bu masalani ochib ko'taring. Menga bugun qo'lga pul kerak deb o'ylamang. Menga kelajakda pensiya ham kerak deb o'ylang. 4-qadam. Eski korxonalar bo'yicha arxivga so'rab bering. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Ariza aniq yozing. Qaysi korxonada ishlagansiz? Taxminan qaysi yillar, lavozim bo'lim, eski familiyangiz, tug'ilgan sanangiz. Arizada ish stajim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Pasport nusxasi va mavjud hujjat nusxalarini ilova qiling. 5-qadam.
hujjatlardagi xatolarni to'g'rilang. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport ma'lumoti, nikohdagi familiya o'zgarishi, korxona nomi bo'yicha mos kelmaslik bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Ba'zan FHDYU, ba'zan arxiv, ba'zan sud orqali faktni belgilash kerak bo'ladi. Suddan qo'rqmang. Ayrim hujjat xatolarini tuzatishning qonuniy yo'li shu bo'lishi mumkin. Muhimi buni pensiyaga bir oy qolganda emas, hozirdan boshlang. 6-qadam, norasmiy ishni rasmiylashtiring. Agar siz usta bo'lsangiz, taksichi bo'lsangiz, tikuvchi, sartarosh, savdogar, dehqon, repetor yoki xizmat ko'rsatuvchi bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniy shaklga keltirish yo'lini o'rganing. O'zini o'zi band qilish, ITT, shartnoma asosida ishlash kabi variantlar bor. Qaysi biri sizga mosligini soliq idorasi yoki davlat xizmatlari markazidan so'rab biling. Bugun kichik to'lov sizni ertaga katta muammodan saqlaydi. 7-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Majburiy ijro byurosi, banklar, soliq, kommunal tashkilotlar bo'yicha nomingizda qarz bormi, yo'qmi bilib qo'ying. Agar qarz bo'lsa, uni rasmiy tartibda yopganingiz haqida hujjat oling. To'ladim degan gapning o'zi yetmaydi. Kvitansiya, bank cheki, qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumot kerak. 8-qadam. Yaqinlaringizga ham tushuntiring. Ko'p ota-onalarimiz internetdan foydalana olmaydi. Qonun tilini tushunmaydi. Hujjatlarni qayerga qo'yganini ham unutib qo'ygan bo'ladi. Farzand sifatida siz ota-onangizning mehnat daftarchasini, pasportini, nikoh guvohnomasini, uy hujjatini tekshirib bering. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, ertaga oylar davomida idora yurishning oldini olasiz. Ariza yozganda hissiyot emas, aniq ma'lumot kerak. Masalan, men Falonchiyev 1992 yil 1 martdan 1993 yil 25 iyungacha falon korxonada falon lavozimda ishlaganman. Pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish uchun mazkur davrdagi ish stajim va ish haqim to'g'risida ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Keyin aloqa raqami, manzil, sana, imzo. Agar o'sha vaqtda boshqa familiyada bo'lgan bo'lsangiz, albatta yozing. O'sha davrda familiyam Karimova bo'lgan, hozir Ahmedova. Bu juda muhim. Hujjat topshirganda har doim nusxa oling. Arizani topshirsangiz, qabul qilinganligi haqida belgi, kirim raqami yoki elektron tasdiq oling. Telefon orqali gaplashish yetarli emas. Kelavering ko'ramiz degan gapga ishonib qolmang. Qonuniy jarayonda iz qolsin. Keyin javob kechiksa, aynan shu kirim raqami bilan so'raysiz. Agar sizga og'zaki rad javobi berishsa, yozma javob so'rang. Chunki og'zaki radni shikoyat qilish qiyin. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Hujjat yo'q, ma'lumot topilmadi, vakolatimizga kirmaydi yoki boshqa sabab. Ana shundan keyin keyingi qadamni belgilaysiz. Yuqori tashkilotga murojaat, arxivdan qo'shimcha izlash. Sudga ariza yoki advokat maslahati. Men tavsiya qilaman, har bir oilada muhim hujjatlar papkasi bo'lsin. Unda pasport nusxalari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, farzandlar hujjati. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, uy kadastri, oldi-sotdi shartnomalari, bank va kredit hujjatlari, sug'urta hujjatlari bo'lsin. Bundan tashqari telefoningizda yoki fleshkada skaner qilingan nusxalarni saqlang. Lekin ularni begonalarga yubormang, chunki shaxsiy ma'lumotlaringizdan firibgarlar foydalanishi mumkin. Ayniqsa 65 yoshdagi odamlar bitta narsani tushunish kerak. Hujjat bu pul. Hujjat bo'lsa huquqingizni talab qilasiz. Hujjat bo'lmasa haq bo'lsangiz ham isbotlashga qiynalasiz. Pensiya, nafaqa, meros, kredit, uy-joy, davolanish imtiyozlari hammasida hujjat asosiy rol o'ynaydi. Bunday yangiliklar chiqqanda firibgarlar ham ko'payadi. Pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman, arxivsiz hal qilaman, tanishingiz bor, pul bering deganlarga ishonmang. Qonuniy yo'l bilan bo'lmaydigan ish pul bilan ham xavfli. Siz pulingizdan ayrilasiz. Soxta hujjat ishlatilsa, keyin javobgarlik ham bo'lishi mumkin. Har qanday masalani Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, soliq organlari, arxiv yoki malakali yurist orqali rasmiy hal qiling. Agar kimdir sizdan pasportingizni, plastik kartangizni, SMS kodingizni, elektron raqamli imzo kalitingizni so'rasa, darhol ehtiyot bo'ling. Hech kimga SMS kod bermang. Pensiya yoki nafaqa rasmiylashtirish bahonasida bank kartangizdan pul yechib olish holatlari ham uchraydi. Rasmiy xodim sizdan kartangiz parolini so'ramaydi. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, 65 yoshdan oshgan har bir odam pensiya va hujjat masalasini kechiktirmasligi kerak. Ish staji, rasmiy daromad, arxiv ma'lumoti, familiya o'zgarishi, chet eldagi ish,
qarzdorlik va mulk hujjatlari hozirdan tekshirilmasa. Ertaga pensiya kam chiqishi yoki kechikishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni yig'ish, elektron bazani tekshirish, xatolarni tuzatish va norasmiy ishni rasmiylashtirish. Sizdan iltimos bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizda mehnat daftarchasi, arxiv yoki pensiya bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Qaysi yillaringiz hisobga olinmay qolgan? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Agar video foydali bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Bu ma'lumot bugun oddiy tuyulishi mumkin, lekin ertaga sizning yoki ota-onangizning real puliga ta'sir qilishi mumkin.